Toshkent namoz vaqtlari sentyabr oyi uchun 2025-yil. Assalomu alaykum qadrdon namozxon muxlis. Omonmisiz? Sizlarni Oynaijahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, bu namoz jadvali sentyabr oyi uchun 2025-yil Toshkent va Toshkent viloyatliklari uchun. Go'zal Toshkentimizga mehmon bo'lib kelganlar uchun. Ha azizlar, eslatib o'tishni ma'qul ko'rdim. Ko'pchilik kommentariyaga yozmoqda, raqam mayda ko'rinmoqda. Shuni kattartirib yozishda imkoni bormi deb. Azizlar, to'g'ri tushuningizlar. Bu jadvalni men tuzmayman. Men tayyor tuzilgan jadvalni va tekshiruvdan o'tgan jadvalni sizlarning e'tiborlaringizga havola qilyapman. Mabodo kimda kim yaxshi jadvaldagi raqamlarni yaxshi ko'ra olmayotgan bo'lsa, maydalik qilsa, pauzani bosasizlar va ekranni kattartirib, raqamlarni katta-katta qilib ko'rasizlar. Faqat to'g'ri tushunasizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.